deysizlar. Bizda maktabda shuni Gapirma o'rgatishgan. demayapman. Hoy, Sota Siz qo'zi. yo'q, turkcha Gapirma so'zlarni demayapman. ishlatmang bo'lmasa. Arabcha Man gapiring 100%. Men inglizcha Sota gapiraman. qo'zi. Sota qo'zi, arab paras deyapsan-da, o'shanga aytyapman senga. Yo'q, Tushundingmi? ingliz tilidan ham o'zbek tiliga juda ko'p so'zlar kirib kelgan. Rus tilidan Kirgan, ham ha? O'shani qabul qilganmiz deyapman man. qabul Sen arab qilganmiz. Endi paraslar, bunda arablashtiryapsan ruslar deyapsan. xo'jayinlik qilmayapti-ku o'sha so'zlariga. Nima uchun Xo'jayinlik siz qilish, arabcha so'zlarga xo'jayinlik qilyapsiz? xo'jayinlik qilmayapman. Senga munosib savol beryapman. Arab paras dema bundan keyin. Sen ham arab parassan. Arablarga qarab kuniga 5 marta sig'inish bu arabparastlik hisoblanadi. Arabcha Arablarga kiyinib qarab olish sig'inmaydi. Kallangdan chiqayotgan sassiq fikrni cho'ntagingga solib qo'y. qayerga qarab sig'iniladi, xo'p? Allohga sig'inamiz biz. Alloh Arabistondami? Kim aytdi Arabistonda deb? Nimaga bo'lmasa Arabistonga qarab sig'inasizlar? Tartib shunaqa. Qanaqa tartib bu? Alloh Baqirmay gapir. Baqirmay Yo'q. gapir. Bilasizmi, u dushmanlar oldida siz hech kim emassiz. Mayli, men bo'lmasa ham men просто dalil so'radim, xolos. Ustoz Amroz Muxtor Ali kiribdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Assalomu Keling ustoz. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, deymizlar. Nima mavzularni boshlashmoqchilar? Va alaykum assalom. Ustoz shu Sirojiddin bilan bir gaplashing. Xo'p. Nima mavzuda tushunmovchilik bo'lyapti? Sirojiddin gaplashadimi? Ha, assalomu alaykum. Va alaykum. Nimaga anaqa tushunmovchilik bo'lyapti sizda? Ha, menda mana shu boshidagi mavzu o'zi boshqacha edi. Ahli ilmlardan boshlandi, xato qilmasligi to'g'risidagi gapdan boshlandi. Qanday qilib ishonish kerak ularga keyin o'sha hadislari haqiqatdan bizlarga kelganligi, ishonchli manbasi, dalili, haqiqatdan ham o'sha narsalar to'g'ri bo'lganligi, adashmaganligi to'g'risida dalil so'radim man. Bular mana 1400 yildan beri kelganiga o'zgarmadi. Har xil variant olib keldi, lekin dalilini, manbasini aytmadi. Savolim shu edi. Shuni ustida bir soatdan beri tortishib yotibmiz. Qur'oni Karimni Agar o'zgarmaganligi iloji bo'lsa, agar iloji bo'lsa qisqaroq qilib manbasi bo'lsa aytsangiz bo'ldi. Qolgan bunavi boshqa mavzu kerak emas. nimani manbasi kerak sizga? Mana shu hadislari bizgacha yetib kelganligi ishonchli manbasi, biz tekshirib olishimiz mumkin bo'lgan dalili. Endi unga ilm kerak-da. Hozir siz matematikadan bir savolni bermoqchisiz, matematika bilasizmi desa, yo menga dalil keltir desangiz, u mantiqsizlik bo'ladi-da. Bu bir ilm bu. Saviyali, ziyoli, til bilgan, mantiq, balog'at, usul o'qigan odam tushunadigan fan-da bu. U fanni o'ziga yarasha qoidalari bor. Oddiy ona tilini o'sha morfologiyasi, sintaksis, shunga o'xshagan qoidalari bo'lganga o'xshagan. Buni ham qoidalari bor-da. O'sha qoidalarni bilsangiz, keyin solishtirib ko'rasiz. To'xta, masalan, biz dunyoda ishonyapmiz-ku ko'p odamning gapiga. Misol uchun Lenin aytgan, o'qi va yana o'qi degan desa, hech kim yo bu Leninning gapi emas demayapti. Tekshira olamizmi desa, tekshira olmaymiz, lekin ko'pchilik aytganda shu gapni Lenin aytdi deb. Deydi, qanaqadir usul bilan topolashligimiz mumkin. Mana shunga o'xshagan narsalar bor. U agar o'sha qoidalarni aytingchi menga, mana bir ko'raychi desangiz, uni tushuntirish muammo emas. Tushuntirib bera olamiz. Lekin ko'pchilik ilmdan bexabar, asli mavzudan bexabar bo'ladi. Lekin tushuntirib beringlarchi degan pozitsiyani olg'a suradi. Hadislarda shunaqangi bir usul bor, inkor pozitsiya deyiladi. Nima desang ham farqi yo'q, men inkor qilaveraman. Nima qila olasan? Qani isbotlab berchi degan pozitsiya. Bu endi bu to'g'ri pozitsiya emas. Ilm kerak, ya'ni agar men
Sodda tilda gapiring, qisqaroq, boshqa man solishtiradigan bilimga ya'ni solishtirib ko'raman desangiz, unda man sizdan so'rashim kerak. Ona tilini bilasizmi? Hech yo mantiqni birinchi sinf programmasini o'qiganmisiz? O'shalarni fundament qilib olsak, keyin o'tirib bemalol gapirsak bo'ladi. Bo'lmasa qiyin u. Inkor pozitsiya bo'lsa, islom nima endi xato. Mana Google'dan qidirdim, xato deb chiqyapti-ku deb. Sizga yoqqan narsani qidirib yuraversangiz, unda siz islom haqida mutlaqo to'g'ri ma'lumot ola olmaysiz. Gapim mantiqan tushunyapsizmi? Yo'q, tushunib turibman. Endi o'sha narsani ya'ni o'sha dalilni manbani tekshirish biza tekshirsak bo'ldi, qolgan bu yerda boshqa muammolar kerak emas-ki. O'sha tekshirishga sizda qobiliyat bo'lishi kerak u. Ya'ni qobiliyat degani imkoniyat bo'lishi kerak-da. Tekshirish. Masalan deylik, Imom Buxoriy o'zini hadis to'plamida haddasani fulan an fulan, axbarani fulan an fulan deb ismlarni zikr qilgan. Tashqaridan qaragan odam uni tushunmaydi. Masalan, siz uni o'qib, bu yerda nima bor, nima degani? Falonchi menga hadis aytib berdi. Pistonchi menga xabar berdi degan gap, nomlar, ismlar. Mana shu dalil shu. Ya'ni ziyoli toifalarni yer yuzidagi manaman degan, u kofir bo'ladimi, murtad bo'ladimi, farqi yo'q. Nasroniy bo'ladimi, musulmon ichidagi havorij, mu'tazila bo'ladimi, luboyiga o'rtaga bitta qoidani qo'yyapti Imom Buxoriy. Haddasani fulan an fulan deb. O'sha fulon an fulanni hamma yaxshi taniydi. Ilm egalari, tarixda ular bilan birga yashagan odamlar biladi. Masalan, hozir men sizga, beni taniysiz, eshitgansiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf seshanbalik darslarida shunday deganlar desam, meni yolg'onchi qila olmaysiz siz. Birga ko'rishgan to'g'ri abror domla, shayxning darsida o'tirgan. Men agar yolg'on gap gapirsam, Hazrat haqida, o'sha seshanba darsida o'tirgan boshqa shogirdlar meni gapimni shunda chippakka chiqarib tashlaydi. O'sha zahoti. Masalan, Hazrat mana shunaqa deganlar desam, darsda men ham bordim-ki deydi yonimda o'tirgan. Anvarxon misol uchun. Yoki Mubashshir domla. Qayerda bu gap gapirmaganlar deydi. Men u to'qib Hazratning nomidan nima deb tarqata olmayman. Mumkin emas. Buni xabar strategiyasida mutavotir xabar deyiladi. Mutavotir ma'lumot deyiladi. O'sha dalil keltir desangiz, men keltiraman dalillarni. Ertalabgacha to'xtamay dalil keltira olmayman. Lekin qarshimda turgan odam dalilni tushunish kerak. Soddaroq qilib aytganda, shaxmat o'ynashni bilgan odam bilan shaxmat o'ynaladi. Shaxmat o'ynashni bilmasa, qani men bilan o'ynaysanmi desa, ha, doskaga terib qo'yib, nariga tomon chertib o'tirsa, unda o'yin bo'lmaydi. Mantiq yo'qoladi. Tushundingizmi gapimga? Ya mayli, men ko'p gapirmayman, chunki bular zapis qilib YouTube'ga chiqaradi. Shu sababli boshqa ilojingiz ham yo'q. Boshqa ilojingiz ham yo'q, chunki ma'lumotingiz yo'q. Ma'lumot olishlikka ixtiyoringiz ham yo'q. To'g'risi inkor qilish pozitsiyadasiz. Davom etavering, siz yutqizasiz. Biz eskida bir qadimgi gapimiz bo'lardi. Biz uyda mabodo arazlasak dadam aytardi. Arazlagan lo'lini to'rvasiga ziyon deb. Siz o'zingiz ziyon ko'rasiz. Lekin samimiyman desangiz, tanlagan yo'lingiz dunyoda ham o'lgandan keyin ham aniq bir joyga borishligi isboti bo'lsa, ko'zingizni ochishingiz kerak, to'xta deyishingiz kerak. O'zim uchun o'zim aldayapmanmi? Kim uchun aldayapman deyishingiz kerak. U narsa sizda bo'lmasa, sizga hujjat albatta yetkaziladi. Siz baribir eshitasiz. Aqlingiz ko'taradigan darajada sizga mana shu xabarlarni quvvati, dalili yetib boradi. Inkor qilasangiz, imtihondan o'tolmagan bo'lasiz. O'zingiz bilasiz. Islom ta'limoti Qur'oni Karim haqida, masalan, Qur'on o'zgarmagan degan narsani har kim har xil tushunadi. Qur'on o'zgarmagan, o'zgartira olmaydi, Qur'onga o'xshagan kitob yoza olmaydi degan jumlalar bu ziyoli odamlar tushunadigan jumlalar bo'ladi. Yer yuzida Qur'on tahlil qilgan mavzu tahlil qilgan kitob yo'q. Qur'on tahlil qilgan mavzu tahlil qilgan kitob yo'q. Bitta masalan mo'jizasi. Qur'onda ham
adabiyot, ham she'riyat, ham fasohat, ham balog'at, ham siyosat, ham ijtimoiy voqealar, oila masalalari, davlatlar aro mavzular, tarixdagi eng to'g'ri hodisalar, inson zotining paydo bo'lishi, ular o'rtasidagi silsila, oila qurish, oilani ikir-chikirigacha, taloq masalasidan tortib nikoh masalasigacha, hatto zihor degan masalagacha, hatto meros. Bir odam o'lsa, o'lgandan keyin unga qancha meros qoladi? Ikir-chikirigacha aytilgan. Har bitta mavzuni olib tahlil qilsangiz, doktorskiy, professorskiy, akademiskiy mavzu chiqib kelaveradi. Mana shu meros mavzusini Abu Hanifa aytadilarki, meros mavzusini o'qib Qur'ondan iymon keltirmagan odamdan ko'ra ahmoq odam yo'q dunyoda deydi. Chunki meros oyatlari 3 dona oyat bor Qur'onda. Merosni tahlil qiladi Niso surasida. Yusikumullohu fi auladikum lizakari mislu hazzil unsayayn deb boshlaydi. Hamma qorilar mana shu meros oyati biroz qiyinroq deydi. Hisob kitobda endi arifmetik. Va 2 dan 1, 3 dan 2, 4 dan 1, 8 dan 1 kabi taqsim bilan taqsimlaydi. Siz qanaqa oila bo'lishingizdan qat'iy nazar Qur'ondagi 3 ta oyat bilan merosni taqsim qila olasiz. Adolatli taqsim qila olasiz. Hech qanaqa xato yo'q. Hatto meros oyatlariga payg'ambarimizni ham Alloh taolo aralashtirmagan. Ya'ni payg'ambarimizni ham ixtiyorlariga qo'ymagan. O'zi tahlil qilib qo'ya qolgan. Bu ham Qur'onni o'sha saviyasi baland deganda inson bashar zoti qila olmaydigan ishligini ko'rsatadi. Bilasizmi, algoritmning asoschisi Xorazmiy deyiladi-yu, Xorazmiyni aslida ta'bir joiz bo'lsa asoschisi Qur'on. Xorazmiy ana shu taqsimlardan kelib chiqib Al-Jabr val Muqobala asarini yozgan. Asar boshida meni do'stlarim meros, vasiyat, sherikchilik taqsimotlarida qiynalgani uchun shuni osonlashtirish maqsadida bu kitobni yozyapman degan. Va boshlagan taqsimlarni 2 dan 1, 3 dan 1. Masalan, zakotlar ham shunaqa taqsim qilinadi. Masalan, bizda zakot desa 40 dan 1 deyiladi. Nisfu ushur deyiladi. 10 dan 1 ni yarmi, 20 dan 1. Ushur deyiladi, 10 dan 1. 10 ta narsani bir qismini taqsim qilinadi, masalan, beriladi zakotga. Uni mo'jiza ekanligi bundoq o'qigan odam hech narsani tasavvur qilmaydi. Masalan, Dostoyevskiyni o'qiganmisiz? Kitob o'qib turasizmi, Sirojiddin? O'qib turaman, Dostoyevskiyni o'qimaganman. Qaysi kitoblarni o'qigansiz? Qaysi jahon adabiyotidan nimani o'qigansiz? Masalan, Navoiyni o'qisangiz, o'zimiz adabiyotlardan o'qiganman. Masalan, Navoiyni o'qisangiz, zerikasiz, to'g'rimi? Navoiyni o'qisangiz. Qarang, Abror aka, men ko'p gapirmay, shu boya aytgan masala o'qiganman, o'zimizdan ko'proq o'qiganman. Navoiyni o'qisangiz zerikasiz, to'g'rimi deyapman. Gaplashib o'tiribmiz-da, bahslashmayapmiz. Yo'q, o'qimaganman Navoiyni. Yo'q, o'qigansiz demayapman. Mabodo sizga Navoiyni hozir kitobini ochib bersam, o'qisangiz zerikasiz. Nimaga? Hech narsani tushunmaysiz. Endi siz hech narsani tushunmasdan turib, Navoiyni asarlarini behuda tushunarsiz kitob desangiz, sizning gapingizni hech kim qabul qilmaydi. Navoiyshunoslar, Navoiy haqida shug'ullangan odamlar aytadiki, Navoiyni tushunish uchun saviya kerak deydi. Xuddi shunaqa, Qur'onni o'qib qana bu mo'jiza. Mana Garri Potter ham o'zgarmagan deb Garri Potterga solishtirayotgan odam o'ta saviyasi odam hisoblanadi. O'ta saviya endi bir burchakda qolib ketgan odamning saviyasi bo'ladi. Unaqa solishtirilmaydi. Mavzu, ya'ni qanaqa haybatli, o'tda Qur'on usullari qanaqa, nimadan iborat? Arab tilini ozgina klassik adabiyotini o'qisangiz, o'rgansangiz, payg'ambar alayhissalom arab bo'lgan.
u zotga qarshi chiqqan eng ziyoli odamlar arab bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom o'sha arablarga arab tilida arab harflari bilan menga Qur'on nozil bo'lyapti. Men buni o'zimdan to'qimayapman. O'zingdan to'qiyapsan desanglar, qani sizlar to'qinglar shunga o'xshaganini deb arablarga aytgan Qur'on. Sizga menga bu bizni hayolimizga ham hayol qilib ham yetib bora olmaymiz unga. Arablarning eng saviyasi balandlariga aytgan. Valid ibn Mughira degani bo'lgan. Valid degan nomini Vahid deb chaqirishardi arablar. Vahid degani yagona degani. Arablarning ichida yagona edi. Hatto aytgan ediki, agar Alloh vahiy nozil qiladigan bo'lsa, menga vahiy qilish kerak degan edi. Chunki bu territoriyada tilni biladigan, saviyasi baland, mendan balandi yo'q degandi. Eng ziyoli odam edi. O'shalar Qur'oni Karimni o'zini tilida, o'zini balog'atida eshitganda, o'zini jamoasiga borib aytganki, "Hoy Muhammad bilan hazillashmalaring. Uni og'zidan chiqayotgan gap odamning gapi emas. Men bilaman-ku" degan. Bu dahshatli narsa aytyapti degan. Aytayotgan jumlasini odam bunaqa shaklda tuzolmaydi degan. Erkin Vohidovni masalan bitta she'rda misol keltirayin. Erkin Vohidovni men adabiyotdan uzoq odamga bir she'rini o'qib bersam, lol bo'lib qoladi. Bunaqa hech kim qilolmaydi deydi. Masalan Erkin Vohidovni faqat q bilan boshlanadigan she'ri bor. Hammasi q bilan boshlanadi. Qaro qoshing, qaram qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qatli maqas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushun qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan. Qarab qo'ygin qiyo, qalbimni qizdirsin quyoshing qiz degan. Bilmagan odam hangi mang bo'lib qoladi. Dahshatku deydi. Lekin eplasa bo'ladimi? Bo'ladi. Mana yoza olmayman. O'tirsam, astoydil harakat qilsam, yoza olmayman. Ma'no jihatdan tortishimiz mumkin. Navoiyni to'rt qator she'ri bor. Vertikalga o'qisangiz ham o'sha she'r chiqib kelaveradi, gorizontalga o'qisangiz ham o'sha she'r chiqib kelaveradi. Dilbar erur tengsiz jahonda, erur anga hamma xushdoru banda, tengsiz xushdoru shaydosiman man, jahonda bandaman, man anga. YouTube'ga qo'yiladi shuni, shundoq yozing shu she'rni yoki Google'da qidirsangiz ham chiqadi. Buni ham ko'rgan odam inson qila olmaydi deb o'ylaydi. Chunki nimaga saviyasi yetmagani uchun. Lekin qilsa bo'ladi. Turk shoirlaridan ba'zilari qilgan, xuddi shunga o'xshagan usulni. Odam qila olmaydi buni. Qur'on aytayaptiki: "Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina", bizni bandamizga nozil qilayotgan narsamizda shubhanglar bo'lsa, fa'tu bimisli fa'tu ya'ni mana shunga o'xshagan Qur'onni keltiringlar deyapti. Va illam taf'alu deyapti davomida. Agar qila olmasanglar, valan taf'alu jumla mutariza deyiladi. Jumlani orasida ikkita qavs orasida aytiladigan gap bu. Agar Qur'onga o'xshagan kitob yoza olmasanglar, fa'tu bi suratin min mislihi, shu suraga o'xshagan bir sura keltiringlar. Va illam taf'alu, agar qila olmasanglar, valan taf'alu, qila olmaysizlar ham, hargiz deyapti. Lan arab tilida hargizni ifoda qiladi. Qaysi adabiyotshunos bir asarni yozib, bu asarga o'xshaganni yoza olmaysanlar deya oladi? Mumkin emas. Sal ziyoli odam, sal kitobdan xabari bor odam bunaqa deya olmaydi. Balki ming uzr bilan muqaddima yozadi. Lubbo yozuvchiga qarang, ming xil uzr aytadi. Do'stlar, men qo'limdan kelganini qildim. Oldingi masalan hamsalar menikidan kuchli bo'lgan. Men ham ularga ergashib yozdim. Navoiy o'zidan oldingilarni o'zidan ustun qo'yib, ustozlarga ergashib yozdim. Kamchiligimni kechiringlar. Lubboy ziyoli odamning asari kamchilik bizda bor, kechiringlar bilan boshlanadi. Qur'on aytayaptiki, bunga o'xshagani keltira olmaysan deyapti. Eng ziyoli, eng zodagon, eng boy arab mushriklari payg'ambar alayhissalomga qarshi bo'lgan. Hatto shunaqa ziyolilardan bir lajna tuzib, bir joyga hamma maishatini qilib berib, Qur'onga o'xshagan bir narsa yozlaring, buni mot qilamiz deyishgan.
Bir oydan keyin qaytib kelsa, lajnadagi hamma odam musulmon bo'lib Qur'on o'qib o'tiribdi. Ha, deysa, yo bu bandaning so'zi emas deyishgan. Bular endi biroz kitob o'qishlik, mavzuni ichiga kirishlik bilan ochiladi. Tashqaridan yuzaki, ha, bu mo'jiza emas, ha, dalil keltiring degan sayoz gap bilan isbot ya'ni qabul qila olmaydi. Xo'p, mavzuga aloqador kimda savol bor? Menimcha Sirojiddinda unaqa savol yo'q shekilli. Mavzuga oid savol bor debdilar. Gapiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, yaxshimisiz? Assalomu rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Ana shu Qur'onga bog'liq bitta savolim bor edi, agar iloji bo'lsa. Endi har xil joylardan tuhmatlar kelyapti-da, so'ramoqchi bo'lganim, o'sha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam endi karvonshunos bo'lganlar, ko'p joyga sayohat qilganlar, ko'plar endi bir ikkita aytishyapti, tam eski grek, yunon ustalari o'sha Aristotel, Gippokrat, Diogenning bilimlaridan fragmentlar olingan, ya'ni o'sha sayohat payti xristian olimlaridan olingan deyapti fragmentlar. Keyin o'sha payg'ambarimizlarni tog'alari yahudiy qullari bo'lgan, ulardan Tavrotdan fragment olingan deyishyapti. O'shanga fikrlarga qo'shilmadim, sal yoritib keta olsangiz iloji bo'lsa. Ha, bu gapni fransuz mustashriqlari o'rtaga tashlagan. Bunga o'xshagan mavzularni o'sha mustashriqlar o'rtaga tashlagan. Ular xuddi mana hozirgi sizlarga tushunarli bo'lsin uchun aytaman. Sirojiddinga o'xshagan odamlar Qur'onni ichidan emas, arab tilini ular o'rganib, o'zlarini tabiatlaridan kelib chiqib xulosalar qilishgan. Masalan, deylik bitta misol keltiray. Masalan, Muaviya radhiyallohu anhu haqlarida bitta mustashriq aytadiki, Muaviya boy bo'lib ketganiga tabiiyki boy odam ichkilikka berilib ketadi. Shu sababdan ichkilikka berilib ketgan deydi. Dalil ahvolni qarang. Bu ahvol qayerdan kelib chiqadi desa, o'zidan kelib chiqyapti, xolos u. O'zini tasavvuridagi nafsni ta'rif qilyapti-da, demak, ichkilikka berilib ketgan deyapti. Bu hujjat, dalil mana shunaqa. Qur'oni Karim haqida ham bir Arastuni bir fikrini bir joyda o'qib qolgan bo'lsa, u ham absurd. Arastuni ham bugunga qadar asarlarning yetib kelishida asosiy rol o'ynagan musulmonlar. Arastular qolib ketgan edi, hech kim o'qimaydigan bo'lib, botqoqqa botib ketgan edi. Yevropa kitob o'qimas edi u paytlarda. 9-10-11 asrlarda o'sha Baytul Hikmada bu kitoblar hammasi arab tiliga tarjima qilindi. 16-17 asrlarda Yevropaga kelib, Yevropaga qaytadan yana ingliz tiliga tarjima qilindi. Bu joyda ingliz madaniyatini erishgan yutug'i shu bo'lganki, Arastuni o'zini asarini olib o'qisa, adashib ketishi mumkin edi ular. Ya'ni falsafiy qarashdan. Nimaga desa, chunki Arastuda ham, Aflotunda ham, Sokratda ham, boshqalarda ham falsafiy qarashlarni tahlili, intizomi, nizomi yo'q edi. Arastuni asarlarini, Plutonning asarlarini nizomga solgan Farobiy bo'ladi. Tarjima qilishib, to'g'risini tasdiqlab, noto'g'risini tahlil qilib, keyingi avlodga qoldirgan musulmonlar. Endi fransuz mustashriqlari boshidan pozitsiyasi aniq, ateistlik, Xudoni inkor qilish yoki islomga qarshi bo'lgan mustashriqlar, ularni moliyalashtirganlar, mustamlakachi davlatlarning maxsus xizmatlari, ularga arab tilini o'rganishlikni, arab diyorlarini, musulmonlarni qanday qilib bosib olishimiz mumkin degan maslahatni ulardan olish kerak. Ana o'sha odamlar Qur'on to'g'risida tabiiyki shubha narsalarni tarqatishga harakat qilishgan. Birortasi zafar topmagan. Hozirgi gap ham o'ta saviyasiz gap. Ya'ni ular tomonidan aytilgan saviyasiz gap. Arastudan ko'chirgan, qana qilib. Payg'ambar safar qilgan karvon odam bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning safarlari 2 dona. 2 dona. Bittasi yoshliklarida, unda ham yarim yo'ldan qaytib kelganlar. Ikkinchisi Hadicha onamiz karvonlarini vakil qilganlar, shunga borib kelganlar 25 yoshlarida. Va mana shu ikkita safar bilan
Qur'oni Karimni mana shu shaklda 23 yil muddatda yozish inson tasavvuriga sig'maydi. Hozir men ko'p oldin ham aytdim. Mavzuga aloqador bo'lgani uchun qaytaraman. Corpus Coranicum degan tashkilot Qur'oni Karim zikr qilgan hodisalarni o'rganish uchun kamida 50 ga yaqin tarixiy manbalardan xabardor bo'lish kerak degan. Masalan deylik, Tavrotni nech xil shakli bor. Tavrotga tegishli Mishna bor. Tavrotga aloqador Talmud bor. Bu asarlarni masalan Injilni arab tiliga tarjima qilinishligi 8-asrlarga to'g'ri keladi. Bu tarix turibdi, hamma biladi uni. Bu musulmon emas, boshqa tarixchilar ham aytadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom boshqa tillarni o'rganmagan. Hatto o'zlarini arab yozuvida yozmaganlar, o'qimaganlar, madrasa ko'rmaganlar. Qur'onga o'xshagan asarni o'zidan oldinga o'tgan asarlardan ko'chirish uchun katta kutubxonasi bo'lish kerak odamni. Kutubxonada o'tirib olib, hamma unga shogirdlar lug'at qidirish kerak. Bu ilmiy ishni qilgan odam biladi-da. Usul ulamolarini jalb qilish kerak, tarixni jalb qilish kerak. Ko'chirgan bo'lsa, hammasini ko'chirish kerak edi. Nimaga hammasini ko'chirmayapti? Bu yerda asl iymon masalasi ularda kamchilik bo'lganligi uchun mavzuni mantig'ini bog'lay olishmayapti. Arastu agar to'g'ri gapni gapirgan bo'lsa, o'zini davridagi ilohiy ta'limotlarni aql bilan topgan bo'ladi. Ilohiy ta'limotlar aqlga urg'u beradi. O'sha narsani tasdiqlasa, undan ko'chirgan bo'lmaydi. Hozir men aytayotgan iqtiboslarni keltirayotgan jumlalarni 90% o'qigan kitoblarimizni samarasi. Meni shaxsiy fikrimmi bu? Yo'q. Men ham ko'chirib aytayapman. Injildan ko'chirgan deb qo'yadi. Mana Injilda Lut alayhissalom qissasi bor-ku, bor, to'g'ri. Qur'onda ham shuni keltirgan deydi. Nimaga hammasini keltirmagan? Injilda Lut alayhissalom qavmi halokatga uchragandan keyin qizlari bilan toqqa chiqib ketishadi. Qizlari maslahat qilishadiki, yer yuzida erkak kishi qolmadi. Nima qilamiz? Dadamiz bilan zino qilib bola orttirishimiz kerak. Va aroq ichirishadi Lut alayhissalomga. Injilni ta'rifi. Lut alayhissalom mast bo'lgandan keyin zino qilishadi, keyin o'shandan bola orttirib, keyingi bola zinodan tarqagan, biz avlod shunaqamiz deyshadi. Nimaga Qur'on buni zikr qilmayapti? O'sha Corpus Coranicum tashkiloti Qur'oni Karimni ta'limotlari o'ta daqiq ekanligini tan olishyapti. O'zi musulmon emas ular. Eng to'g'ri xabar Qur'onniki, eng ta'sirli xabar Qur'onniki deyishyapti. Bitta mavzuni olishadi. Men avvalam ko'p misol keltirdim. Misol uchun deylik, Maryam onamizni qissasi. Injilda bormi? Bor. Injilga aloqador qancha qo'lyozma bo'lsa, hammasida Maryam onamizni qissasi bormi? Bor. Qidiring, izlab ko'ring. Ularda Maryam onamizni Yusuf degan odamga erga tekkanligi, keyin Isoga homilador bo'lib qolganligi, mana shunga o'xshagan narsalarni zikr qiladi, ismlarni. Palonchi Konstantin bilan, pistonchi Pavl bilan, palon joyda ko'rishdi, shaharning nomi, odamlarning ismi, shu bilan mashg'ul bo'ladi, bo'ldi. Qur'on nima deydi? Qur'onda hech qanaqangi ismlar, tarixiy shaxslarga ehtiyoji yo'q. Qur'onda inson formati birinchi planga chiqariladi. Maryam onamizni pokiza deydi. Kim tuhmat qilayotgan bo'lsa, u Allohning la'nati bo'lsin unga deydi. Va Maryam onamizni Isoni otasiz dunyoga keltirganligini isbotlaydi. Iso alayhissalomni otasiz dunyoga keldi deydi. Zinoda ayblayotgan yahudiylarga raddiya beradi. Iso alayhissalomni Xudo deyotgan nasroniylarga raddiya beradi. La'nat bo'lsin sanlarga deydi. Va bular o'sha tizimda, o'sha yo'nalishda bitta manbadan kelayotganini,
Odamlar o'zgartirib, o'zlaridan tiqishtirgan narsalarni Qur'on olmayotganligini. Men yuqorida bir misol keltirdim shaxmatda misol uchun. Shaxmatda deylik eng kuchli programmani yoqib olib kompyuteringizda Carlson bilan o'ynasangiz ham, bu Javohir bilan o'ynasangiz ham 10 partiyada 10 marta yutasiz. Javohirni ham yutasiz, Carlsonni ham yutasiz. Ikkalasi maslahatlashib o'ynasa ham siz kompyuterni programmasidan foydalansangiz yutasiz. Nimaga? Kompyuter adashmaydi. Xuddi shu misol go'yoki payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldilarida yengilmas darajada bir kompyuter bor. U tarixda o'tgan barcha ma'lumotlardan eng to'g'risini aytib turibdi. Payg'ambar alayhissalom buni aytib yozdiryaptilar go'yoki. Va aytayaptiki Qur'on menga o'xshaganni sanlarda yo'q, qila olmaysanlar deyapti. O'shaning uchun u siz aytayotgan mavzuga o'xshagan Arastudan olindi, Sokratdan olingan, Plutonni gapidan olingan degan gaplar bu mavzudan qochish uchun to'qilgan gaplar. Ilmiy chuqurligiga ozgina kirsangiz, u soxta gap bo'lib qoladi ularning gapi. Tushunarlimi? Rahmat ustoz, barakallohu fikum. Yana imkon beramizmi ustoz boshqalarga? Mayli. Ateistlar yo'qmi? Sarvar gapirish imkoningiz bormi? Mana gapiring marhamat. Savolingiz bo'lsa. Sarvar ateist. Assalomu alaykum. Orzu aka, o'zingiz ateistsiz. Bilgi Xoqon kelibdimi yana? Bilgi Xoqon. Arabparast deydi. Arabcha gap siz gapira olmaydi. Bilgi Xoqon arabcha ishlatmasdan gaplashsangiz gaplashamiz siz bilan. Esingizda? Agar biror dona arabcha gapirsangiz sizni haydaymiz deganmiz. O'tgan safar makkilladingiz ancha. O'rganib keldingizmi faqat turkcha gaplashishni? Sarvar savolingiz bormi yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Bir savol so'ragan edim chatdagilarda. Ana shahodat kalimasi bor-ku. Hop. O'shanda shahada deydi-ku, to'g'rimi? Men shohidman deydi. Shahada emas, shahida. Shahida, ya'ni shohid, guvoh, to'g'rimi? Sinonim so'zlar. Shunga aytaman-da, bu ko'rmasang, bilmasang, shunaqada ham guvohlikka o'taveradimi? Misol uchun hozirgi zamonaviy bizdagi sud sistemada bular ko'riladi. Ya'ni aytiladi, agar sen yolg'on gapirsang, ko'rmagan, guvoh bo'lmagan bo'lsang, unaqa qanaqadir moddalar bilan javobgarlikka tortilasan deydi. Bu ko'rmasa, bilmasa, shunday bu hisoblanaveradimi? Bu yolg'onchi bo'lib qolmayaptimi? U moddiy dunyo haqida shahodat kalimasini ishlatilsa, o'zi guvoh bo'lgan narsaga aytish kerak. Moddiy dunyo mavzusida. Masalan, hadis istilohida aynan siz aytayotgan narsani shart qilib qo'yiladi. Imom Buxoriy falonchi payg'ambarimizdan hadis eshitgan ekan yoki payg'ambarimizning hadisi deb gapiryapti desa, sen bu gapni kimdan eshitding deydi. Ha falonchidan desa, shohid bo'lganmisan deydi. Ya'ni guvoh bo'lganmisan, o'zidan eshitganmisan deydi. Ha, o'zidan eshitganman. Seni o'zidan eshitganingga guvohing bormi deydi. Shohiding bormi? Ha, bor falonchi. Biz birga o'tirgan edik. Falonchi shayx aytdi, biz eshitdik deydi. Ana shunga o'xshagan narsalarda so'raladi. Lekin bizni iymon kalimamizga tegishli shahodat, ashhadu an la ilaha illalloh kabi jumlalar bu g'aybga tegishli jumlalar. G'ayb mavzusida xuddi ko'rgandagi kategoriya qanaqa kuchli bo'lsa, iymon keltirdim degandagi kategoriya shunaqa kuchli bo'lishligi talab qilinadi. Yarim chiziq shubha bo'lsa, iymon qabul qilinmaydi. Ana shuni iymon deyiladi. Masalan, Qur'oni Karimda Baqara surasining boshida Baqara surasini boshini ochib o'qisangiz ham o'zbekchasida ham o'sha ma'noni tushunishingiz mumkin. Alloh taolo aytadiki, Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim degani arabcha harflar bilan boshlayapti. Bu ham tahaddiy deyiladi. Bu ham o'sha logika, ya'ni logo bilan da'vat qilish. Mana alif, mana lam, mana mim. Arab harflari bilan nozil bo'lyapti. Sanlar ham qillaring chiqani degandek gap bu.
zalikal kitab deyapti. Arab tilida zalika o'ta ulug' narsaga ishora bo'ladi. Kitobga ulug' narsa deb ishora qilyapti. Qur'on kitobni targ'ib qilyapti, ya'ni. Zalikal kitab deb orqasidan la royba fih deyapti. Bu kitobda shubha yo'q deb hudan lil muttaqin deyapti. Taqvodorlar uchun, ya'ni jannatga kiradigan toifaga taqvodor deyiladi. Taqvodorlar uchun to'g'ri yo'l ko'rsatadigan kitob deyapti. Endi taqvodor kim desa, o'shani mana shu oyatning davomida Alloh o'zi tafsir qilyapti. Allazina yu'minuna bil g'oyb. Ular g'aybga iymon keltirgan odamlar. Jannatga kirish uchun g'aybga iymon keltirish kerak. G'ayb xabarlari moddiy, ya'ni instrumentlar bilan topib bo'lmaydi. G'ayb xabarlari biz hammamiz qayerdan kelganimizni bilmaymiz-ku. Bilmaymiz-ku, ona qornida qanaqa hayot bo'lgan, ota belida qanday bo'lganimiz bilmaymiz-ku, u g'ayb biz uchun. Biz ruh olamidan jasad olamiga kirdik. Jasad olamidan yaqinda qabr olamiga o'tamiz, barzax deyiladi. Barzax olamidan qayta tirilish, oxirat hisob kitob. Ular haqida kimdan xabar eshitamiz? Arastu aytib bera olmaydi bizga buni. Birorta faylasuf o'lgandan keyin nima bo'lishiga aniq ko'rib turgandek xabar bera olmaydi. Lekin mana shu xabarni berish uchun payg'ambarlar keladi. Ular aytadiki, qabrda hisob kitob bor deydi. Birovning haqqini yegan bo'lsang, bo'yningni kishanlangan holda yotasan deydi. Qabr deb bo'lani yerda do'ppay turgan joyi tushunmaymiz biz. U ramziy bizni jasadimiz ko'miladigan joy u. Asl qabr degani bir hayot u ham. Ona qorni qanaqadir hayot bo'lganmi bizga? Bu dunyo bir hayotmi? Qabr ham bir hayot bo'ladi. Uni barzax deyiladi, parda. Parda hozirgi dunyo hayoti bilan oxirat hayotining o'rtasidagi parda hayot u. O'sha hayot haqida payg'ambarlar Muhammad alayhissalom bizga xabarlarni olib kelgan. Qayerdan olib kelganlar? Jabroil aytgan u kishiga. Jabroilni qayerdan taniymiz? G'ayb u. Payg'ambar alayhissalomga Qur'onda Jabroil haqida oyat nozil bo'lyapti. Demak, mu'min odam iymon keltirdim deganda, menimcha Allohdan o'zga iloh bo'lmasa kerak demaydi. Kofir bo'ladi shu gapni gapirsa. Nima deydi? Guvohlik beramanki, albatta Allohdan o'zga iloh yo'q deydi. G'ayb masalalari shahodat kalimasi bilan aytish faqat va faqat mo'minlarga tegishli. Siz mo'min bo'lsangiz, shahodat deb aytishingiz kerak. Ko'z bilan ko'rgandek iymon keltirdim deyish kerak. Balki undan ham yuqori deyish kerak. Chunki ko'z ham aldaydi ba'zida. Ko'zingiz bilan ko'rib turgan narsa teskarisi bo'lib chiqadi ba'zida. Lekin u ko'rmagan narsasiga qanday qilib guvohlik berishi mumkin? Tushunmadim. yana qaytib aytyapman. G'aybga iymon bo'lmasa tushunmaydi uni. G'aybga iymon. Tushundim, ko'rko'rona ishonib ketaverish mumkin. Albatta, u gap bo'lishi mumkin. Ko'rko'rona emas bu. Ko'rko'rona emas. Qanday ko'rmagan narsasiga guvohlik beradi? Chunki uni ko'rishi iloji yo'q narsada u. Payg'ambarga iymon bo'lmasa keltirish. nega guvohlik beradi? Ko'rish iloji bo'lmagan. Yana qaytib aytyapman. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin nimaga guvohlik beradi? Chunki iymon shunaqa bo'lishga talab qilyapti Alloh taolo. Ishonaman desa, iymon keltiring desa to'g'ri bo'lar ekan. Lekin guvohlik beraman deyish to'g'ri. Iymon keltirdim degani shahodat keltirdim degani. Iymon degani ham shahodat ma'nosi bor. Xabarlarni qabul qilish kategoriyasi bor-da. Masalan, bir xabar bor, %100 to'g'ri. Uni ilmi yaqin deyiladi. O'sha uni ilmi yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin degan ta'riflar bor-da. Bu ta'rifotlarni, ya'ni ilmiy ya'ni darajalari bor. Masalan, siz ko'zingiz bilan ko'rgan narsani aynul yaqin deyiladi. Ko'zingiz bilan ko'rdingiz-da, lekin uni masalan siz demaylik bir kishi daltonik bo'lsa, bir rangni ko'rdi-da, ajrata olgani yo'q. Aynul yaqinmi shu desa, yo'q, u ilmul yaqin bo'ladi endi. Nimaga? Ko'z bilan ko'rgani aldayapti. Mana shunaqangi narsalar bor demoqchiman. Yana qaytirib aytaman, menimcha aslida tushunarli edi. Men shuncha gapni havoga gapirmadim aslida. Siz aytayotgan shahodat dunyo hodisalarida ko'rgan narsasiga ishlatiladi. Ha. Iymonli odamlar
Men hammani qo'shmayapman, e'tibor bersangiz. Iymonli, men mo'minman degan odam, siz bilmayman mo'minman desangiz sizga ham tegishli. Yo'q, men mo'min emasman desangiz, unda sizga tegishli emas. Mo'minman degan odam g'ayb olami haqida payg'ambar alayhissalomdan kelgan xabarlarga shahodat kalimasi bilan iymon keltiradi. Bo'lmasa qabul bo'lmaydi iymoni. Bu bizni iymon shartlarimizga kiradi. Endi aytishingiz mumkin, ko'rmagan-ku desa, ko'rish imkoni ham yo'qda. Ko'rgandan keyin iymon keltirdim desa, unda g'ayb bo'lmay qoladi. Qarang, unda hozir sizning gapingizdan ma'no chiqyaptiki, demak, avval iymonli bo'lib yurar ekanda, keyin shahodat keltirar ekan. Avval shahodat keltirib, keyin iymonli bo'lmaydimi? Qanaqa chiqardingiz buni? Nimaga asoslanib? 2 minut, 1 minut oldin aytgan gapingizdan shu xulosaga keldim. Yo'q, siz xulosangiz noto'g'ri chiqaryapsiz. Yo'q, qanaqa bo'ladi? Misol uchun qarang, mana bog'lab chet bering. ellik, mana chet ellik odam, misol uchun, to'g'rimi, musulmonchilikni umuman bilmaydi. Endi anaqa ko'rsatib yotadiki videolarda, keyin aytadi, mana deydi bir oti deydi Ivan ekan deydi, keyin managa kelib musulmon bo'ldi, shahodat keltirdi, keyin Abdulloh bo'lib qolgan bo'ladi. Keyin o'shandan keyin iymonli bo'lmaydimi? Siz avval iymon keltirib yurar ekanda, keyin shahodat aytar ekan, o'zi bilmaydi, masalan, ko'rmagan, bilmagan narsasiga guvohman deb yurar ekanda, keyin iymonli bo'lib qolar ekan. Mantiq ketyapti. Yo'q, mantiq joyida. Mo'min odam tushunadigan mantiq joyida-da. Sizda Yo'q, iymon mayli. Mo'min odam emas. Demak, avval mo'min bo'lib yuradi, keyin shahodat kalimasini aytadi, keyin iymonli bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. yo'q, birgalikda ikkalasi. Shahodat. Nima kulyapsiz? Yo'q, Abror aka, gap bo'lishi mumkin emas. Endi kimlardir Yo'q, nimaga kulyapsiz? So'z o'yini qilyapsiz-da, so'z o'yini qilyapsiz. Hozir so'z o'yini qilyapsiz deb behurmatlik qilmayapsizmi? Yo'q, mayli, agar sizni davrangizda gap yo'q, siz haqingizda men hech narsa deganim yo'q. So'z o'yini qilyapsiz, to'po'ylik qilyapsiz. Molga gapirganday bo'ldim demadim-ku men. Normal gaplashyapmiz. To'g'rimi? Normal gaplashayotganda shaxsiyatga e'tibor bersangiz, odatda Abror Muxtor Aliy shaxsiyatga osilmaydi. Shaxsiyatga qarshi taraf osilganda keyin ularni mazasini qochirib qo'yadi. Keyin ular yig'lab yuradi. YouTube'ga chiqqanda ana bizni o'chirib qo'ydi, undoq qildi. Yo'q, aslida madaniy saviyalar yetmaydi sizlarni. Men yana qaytib aytayapman, gapni aylantirayotganim yo'q. Siz aytayotgan ta'rif to'g'ri, shahodat kalimasi ko'rgan narsasiga aytish kerak, dunyodagi narsalardagi qoidaga tegishli u. Endi oxiratga tegishli, iymonga aloqador narsalarda faqat va faqat mo'minlarga tegishli iymonni shahodat bilan birga qabul qiladi. Shahodatsiz iymon bo'lmaydi. Menimcha desa kofir bo'ladi, iymon bo'lmaydi. Oxirat bo'lsa kerak, jannat bor yo'q bilmadim, lekin bo'lsa kerak desa kofir bo'ladi. Guvohlik beraman bor deyish kerak. U iymon u. Ya'ni g'aybga iymon degan. Yuqorida oyatni bekorga keltirmadim. G'aybga iymon birinchi sifat, mo'minning birinchi sifati. Masalan, siz bilan o'sha shahodat kalimasini keltirgan mo'minning farqi g'aybga iymonda xolos. Boshqa hammasida bir xilsiz. Dunyo matosida nima yaxshilik qilsangiz ajrini olaverasiz, ya'ni dunyoda sizga rizq yetib kelaveradi, yaxshiligining mukofotini olaverasiz. Jinoyat qilsangiz jazoni ham olaverasiz. Bir xil. Dunyo matosida bir xil hamma. Lekin oxirat mavzusi ketganda, g'ayb olami haqida gap ketganda, mo'min bilan kofir farq qiladi. Ajraydi. Mana shu joy nuqtada turib pozitsiyamiz o'zgaradi bizni. Lekin siz yoki bir ateist aytsaki, men ko'rmagan narsamga guvohlik bermayman desa, tanlovi uni hech kim majburlamaydi uni. Men undan farqim ko'rmaganimga guvohlik beraman. Kim guvohlik berishingiz asosi desa, payg'ambar alayhissalom deyman. Payg'ambar alayhissalomning tarixlarini, shaxsiyatlarini, u kishi qoldirgan merosini o'qib, o'rganib aytamanki, guvohlikdan ham baland turadi bu. Guvohlikdan ham baland turadi. Hatto guvohlik ommani musulmonlarning ishi. Undan ham baland turadi. Hatto ba'zi ulamolar aytgan, agar deyishgan, agar osmondan nido kelsa,
Osmondan nido kelib, falon narsa yo'q ekan, bemalol endi gunoh emas ekan, bemalol qilaveringlar desa ham o'sha gunohni qilmayman men degan. Nimaga desa, chunki meni iymonim shunaqa degan. Ko'rgandek degan. Ko'rib turgandekman men degan. Bu endi iymon odamlariga tegishli. Endi bunga aloqasi yo'q odamlar tasavvur qila olmasligi tabiiy. Mantiqan bir-biriga bog'liq emas-ku deb bog'la olmasligi ham tabiiy, chunki ularda iymon yo'q. Va gap topolmay qolsa, gapni aylantiryapti Abror Muxtorali deyishinglar ham tabiiy. Saviya yetmaydi, uni u yog'ini tushuna olmayapsizlar. Hech kim sizni majburlamayapti. Guvohlik ber, oxiratga kallangni olib tashlayman demayapti hech kim. Guvohlik sud dunyoda ko'rgan narsangizdan talab qilinadi. Lekin oxirat haqidagi iymon masalasidan guvohlik mo'mindan talab qilinadi. Mo'min bo'lmasa, undan guvohlik talab qilinmaydi, uni majburlanmaydi ham. O'shaning uchun aytiladiki, la ikroha fid-din qad tabayyana ar-rushdu min al-g'oy deydi. Dinga majburlash yo'q. Chunki ya'ni botil yo'l bilan, jahannam yo'li bilan haqiqat yo'li farq ajratib bo'lindi. Xohlagan uni tanlasin, xohlagan buni tanlasin. Najib Fozilni bir to'rt qator she'rini aytdim, qo'yishdi. Instagramda ham ko'p tarqadi. Xuddi shu joyda shu gap. Dinda majburlash yo'qdir. Inson hurdir albatta. Xohla dunyoda yongin, xohlasang oxiratda. Xo'p, kimda savol bor? Bilgi Xoqon arabcha gapirmayman deyapti. Bir ochamizmi? Arabcha gapirmasa gaplashamiz. Qani gapiring Bilgi Xoqon. Adashgan arabparast Muxtor Ali, sizga Arab parast degani arabcha. mayli, endi menga qarang. Bu yerda o'zbek izohli lug'atida o'sha arabcha Lug'at arabcha. Lug'at arabcha. O'zbek tiliga kiritgansizlar o'sha arabcha so'zlarni. Endi bizga gapirma deysizlar. Bizda maktabda gapirma demayapman. Hoy. Sota qo'zi. Yo'q, gapirma demayapman. Islatmang bo'lmasa, arabcha gapiring, 100%. Men inglizcha gapiraman. Sota qo'zi, arab parast deyapsan-da, o'shanga aytyapman senga. Yo'q, arab parast degan turksiz gaplashmanglar, forscha gaplashmanglar. O'zbek lug'atiga kiritilgan so'zlarni men ishlatishga haqqim bor. Yo'q, haqqing bo'lsa arab parast demaginda, arabchalashtirish demaginda, demak qabul qil. Arab tilining arab tilining parast deyapman-da. Sota qo'zi gapi eshit. Men arab parast emasmiz biz. Arab lug'ati turk lug'atiga kirishligini tabiiy deb qabul qilganmiz biz. Senga o'xshab men faqat turkman, turkcha gapiraman deb qovun tushirib yurmaganmiz biz. Tushundingmi? Ingliz tilidan ham o'zbek tiliga juda ko'p so'zlar kirib kelgan. Kelgan, ha? O'shani qabul qilganmiz deyapman men. Sen arab parastlar arablashtiryapsan deyapsan. Xo'jayinlik qilmayapti-ku o'sha so'zlarga. Nima uchun siz xo'jayinlik qilish arabcha so'zlarga xo'jayinlik qilyapsiz? Xo'jayinlik qilmayapman. Senga munosib savol beryapman. Arab parast dema bundan keyin. Sen ham arab parastsan. Arab tili bo'lmasa gaplasha olmaysan. Men o'z ixtiyorim bilan arab parast demaganman. Arab tili bo'lmasa sen gaplasha olmaysan deyapman. Bo'pti, arab parast degani nima degani? Arablarga qarab kuniga 5 marta sig'inish bu arab parastlik hisoblanadi. Arablarga qarab sig'inmaydi. Kallangdan chiqayotgan sassiq fikrni cho'ntagingga solib qo'y. Qayerga qarab sig'iniladi, xo'p? Allohga sig'inamiz biz. Alloh Arabistondami? Kim aytdi Arabistonda deb? Nimaga bo'lmasa Arabistonga qarab sig'inasizlar? Tartib shunaqa. Qanaqa tartib bu? Osmon Alloh Baqirmay gapir. Baqirmay gapir. Tartib shunaqa bo'ladi. Arshda o'tiribdi, nimaga Luboy armiyada, Allohni nimaga voq qilasizlar? Luboy armiyada tartib degan narsa bor. Saf desa hamma bir xil saf turadi. Chap tomonga yuzini bur desa chap tomonga yuzini buradi. 1 2 3 desa oldinga orqaga yoki yonga yuradi. Xuddi shunga o'xshab butun dunyodagi musulmon, 2,5 milliard musulmon Allohu akbar deb bir tarafga qarab ibodat qiladi. Butun dunyodagi musulmon duo qilganda qo'lini osmonga ko'taradi. Bu hodisalar faqat va faqat tartibni belgilash uchun. Biz Allohning makoni bor demaymiz. Makonni Alloh yaratgan,
Zamonni Alloh yaratgan, o'zi yaratgan narsani ichida Alloh bo'lmaydi. Biz buyruqqa ko'ra, Qur'onda o'zi oyat bor. Fahaysuma tuvallu fatamma vajhulloh degan. Qayoqqa yuzlansangiz ham Allohning roziligini o'sha tomondan topaverasiz degan. Lekin tartib shu, tartib qoida shu. Ka'baga qarab namoz o'qishlikni buyurgan, bu tartibga amal qilamiz. Hech kim Arabga sig'inmaydi, hech kim Ka'baga sig'inmaydi. Hatto Umar radhiyallohu anhu Ka'bani tavof qilayotganlarida Hajarul Aswadda oldiga kelib aytganlar: "Ey tosh deganlar, sen na zarar bera olmaysan, va na foyda bera olmaysan. Seni Muhammad alayhissalom o'pganlarini ko'rganim uchun o'paman" deganlar. Savol bersam bo'ladimi, Abror? O'zingni hayolingdan chiqqan sassiq narsani, o'zingni hayolingdan chiqqan sassiq narsani bizga yopishtirma. Tushunding? Yo, osmonga qarab sig'insalaring ham Allohga qarab tartib bo'ladi-ku. Hamma osmonga qarab sig'insa tartib bo'ladi-ku. Nega endi Makkaga qarab, arablarga qarab sig'inish bu tartib bo'ladi-yu, Allohni esdan chiqarib qo'yadi. Nimaga arablarga? Nimaga arablarga deyapsan? Kim arablarga sig'inyapti? Sizlar arablarga kuniga 5 marta Arabistonga qarab sig'inasizlar-ku. Alloh osmonda lo'q bo'lib qolib ketyapti. Sen valati zinomisan? Valati zinomisan Allohni lo'q deysan? Shaxsiyatga o'tma, Abror, shaxsiyat. Yo, sen nima Allohni lo'q deyapsan? Yo, osmon o'zlaring lo'q qilib qo'yapsizlar. Allohga sig'inish kerak bo'lgan odamlar arablarga qarab sig'inasizlar. Seni kallangdan chiqayotgan mol fikrlar hamma qabul qilish kerak bo'lgan fikr emas-da. Yo, sen haqorat qilyapsan hozir. Birinchi haqorat sen boshlading. Bugun arablarga qarab sig'inyapsizlar. Allohni lo'q qilyapsizlar osmondan. Yo, sen valati zino bo'lganing uchun shunaqa tushunyapsan. Xo'p, bo'ladi shu, bo'pti. Xo'p, o'zini tasavvurida bir hodisani tasavvur qilib olib, musulmonlarni ayblayotgan odamlar o'sha ayb bilan aslida o'zlarini ayblayaptilar. O'sha Bilgi Xoqonga o'xshagan, Bilgi Xoqonni kuzatsanglar, jamiyatda ham mutlaqo o'rni yo'q. Buni bir ikki marta ko'rdik. Muxoliflarning ichiga borib olib ham o'zini ya'ni sotmoqchi bo'lib ko'rdi. Boshqa joyga borib ham o'zini taklif qilib ko'rmoqchi bo'ldi. Hech kim bir tiyinga olmaydi shuni. Endi hozir bir qani gapini eshitaylikchi, yana sal mavzu qiziyroq bo'lsin dedik. Ahvolni ko'ryapsizlar. Yuqorida mana Sarvarmi kim degani bilan gaplashdik. E'tibor bergan bo'lsanglar, madaniyatdan zarra qadar chekinmadik. Bular chiday olmasdan turib, bular boshlaydi, javobini eshitgandan keyin ana Abror haqorat qildi deyishadi. Shuni isboti uchun ham Bilgi Xoqonni ham hozir ko'ryapsizlar, Alloh taoloni haqorat qilyapti. Bularda shunaqangi valati zinolik bor. Men tajribamda ham ko'rdim-da, xuddi shunaqa o'zini tutadiganlar valati zino bo'ladi. Bilgi Xoqonni tanigan odamlar oilasini surishtiringlar-da. Agar noto'g'ri bo'lsa chiqib uzr so'ramagan nomard. Surishtiringlar-da shu Bilgi Xoqonni. Tanigan odam bo'lsa, juda katta ehtimol bilan tanitmaydi o'zini. Nimaga? Mana shunaqangi orqasida shikali bor bularni. Onasi fohisha bo'ladi aksariyatini. Yoki o'sha tashab ketilgan bolalar uydan chiqqan bo'ladi. Bizda ham bittasi bor anu, Yampan degani. Otasi betayin qanaqadir koreyslarning qo'lida katta bo'lgan, keyin Qozog'istonda kimdir boqib olgan, hozir shu musulmonlarni shunaqa qilib yotibdi. Haromini qilib yotibdi. Bilgi Xoqonni ham surishtiringlar, zotini. Turkman deydi-yu, juda katta ehtimol bilan bu ham valati zino bu. Chunki ya'ni Alloh taoloni haqorat qiladigan darajada jur'at valati zinodan sodir bo'ladi. Yo'q, mana meni zotim, mana meni onam, mana meni dadam, bular toza nikoh bilan hayot kechirishgan desa, isbotlab bersa, men erkakman. Chiqib uzr kechirasizlar, noto'g'ri gapiribman deya olaman. Bo'lmasa gapim gap. Bilgi Xoqon valati zino. Dadasini kimligini bilmaydi. O'shaning uchun bemalol jur'at qiladiki, dadasi bo'lmagandan keyin buni quloqdan tortib qo'yadigan odam yo'q deb o'ylaydi-da. So'kaveradi keyin og'ziga kelgan gapni keltirib. Arablarga sig'inasan deydi. Arablarga sig'inish emas, tartib ekanligini isbotini aytsak, yo arablarga sig'inasan deyapti.
Arablar, Imom Buxoriy arab emas. Butun arab dunyosi Imom Buxoriy desa, o'rnidan turib, qo'lini ko'ksiga qo'yib so'rashadi. Arab dunyolari borsin. Muhaddislarning 98% arab emas. Termiziy arab emas. Imom Abu Dovud arab emas, Nasoiy arab emas. Arab emas aksariyati. Xo'p, mayli. Bilgi Xonqonni o'rni yo'q. Eshitamiz dedik. Foydasi yo'q ekan. Xo'p, do'stlar, kecha o'qibdik-ku, ertalab bizni boradigan joylarimiz bor. Qisqa suhbat bo'ldi. Barchalarga tashakkur. Yana nasib bo'lsa, diydorlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahlul iymon musulmonlar uchun. Sog' bo'linglar.